sovchilikka keluvdik, o'rgilay. Yaxshi. Qizlaringizni bir ta'riflasangiz, eshitsak. Xo'p, katta qizim 3 ta universitetni bitirdi. Klinikasi bor xususiy. Shu bitta kamchiligi bor-da. Nimaga? Yaqinda pensiyaga chiqadi. Yo'q. Keyingisini ta'riflavering. Ikkinchi qizim ham 2 ta universitetni bitirdi. Fizkulturani bitirdi. 3 ta turmush qurdi. 3 ta erini ham urib, jahli tezda ajralib keldi-da. Dadasi bor, o'zidan ham bir so'rab ko'ramiz. Yo'q. Men o'g'limmi? Men qilgan xatoni qilmasin. Unday bo'lsa, biz tura qolaylik. Bizga unaqa to'g'ri kelmas ekan-da. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi? Ha? O'tirganim kichkina ko'rinyapmanmi? Uchinchisi taysincha. Apalarimni aybi bo'lsa, men megabayt emasku-man. Men topgan erimga motivatsiya beraman. Ne нужен men yo'qmagam, ne нужен. Данное время to'yim belgilaysa, bo'lmasa kichkinamga talataman. Qaysi oyga to'y qilaylik? Uyun.